Hovlida, o'choqda odam ovqat qilib charchadi. O'choqni ham ishini qilib beradigan katta gaz plitendan bormi deydigan. Men sizlarga imini shu gaz plitani ko'rsatgan bo'laman. Bu gaz plita Hisense brendiga tegishli bo'lib, shirinasi 90 sm, glubinasi 60 sm bo'ladi. Bilasizlar, Hisense brendi dunyoga tanilgan. Gaz plitalarining xili juda ham ko'p. Aynan shu model, shu lilinkaning eng fuli. Gaz plita rishotkalari chugulli, konforkasi 5 ta bo'ladi, hammasi gazda ishlab beradi. Duxovkada ham даже 2 ta garelka bor, ikkalasi ham gazda ishlab beradi. Zajgalkasi, podsvetkasi, gaz kontroli hamma opsiyasi bo'ladi. Komplektida 4 ta usulini oyog'i, rishotkasi, listi va grill pishirish uchun sixlargacha chiqadi. Bu plita ofitsialniy tovar, global versiyada O'zbekistonning hamma burchagida to'liq 1 yil garantiya beriladi. Yaqin kungacha ham aynan shunaqa sifatdagi plitalar $800 dan $1000 gacha sotiladi. Hozir bu plita bizda ancha arzon chiqadi. Bizani kanallarni kuzatib yurib va albatta podpiska bosib qo'yganlarga bu plita bor yo'g'i $470 qilib beriladi. Sotuvchilarning nomeri Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib bemalol sotib olsangiz bo'ladi.